Gohida eshitish juda ham og'ir, lekin biza bilishimiz kerak bo'lgan achchiq haqiqatlar bor. Agarda siz bir insonni tanisangiz, lekin uni yonidagi do'sti unchalik yaxshi bo'lmasa, значит u inson yaxshi inson degani emas. Agarda sizda ayangiz yoki dugonalaringiz, sizda yigitingiz haqidagi fikrlari unchalik yaxshi bo'lmasa, demak siz ularga lutchi quloq solganingiz yaxshiroq. Agarda siz hozir hayotingizdagi eng tubida, eng yomon holatida bo'layotgan bo'lsangiz, sizda birinchi qilayotgan ishingiz bu birinchi o'rinda siz o'zingizni sog'lig'ingizni tiklashingiz, undan keyin bo'lsa pul topishni o'ylashingiz kerak. Chunki aynan sizda hayotingizdagi eng kerakli joylarida shu ikkitasi juda katta rol o'ynaydi, ishonavering. Undan keyin ma'naviyat, hayotingiz mazmuni va boshqa chuqur muhim voqealar haqida o'ylasangiz bo'ladi. Har bitta munosabat nikoh bilan tugamaydi. Har bitta do'stlik umrboqiy bo'lmaydi va har bitta qiziqish bu hayotingizga kasb bo'lib kirmaydi. Bularni hammasini qabul qilishingiz kerak bo'ladi. Hayotingizdagi eng muhim qarorlarda, misol uchun kimdandir ketish yoki kasbingizni tashlab ketish, o'zgartirish yoki boshqa shaharga ko'chib ketish davnim-davnon qarorlar qabul qilingan bo'ladi. Shunchaki siz buni cho'zib yurgan bo'lasiz. Ko'pincha kutishda umuman foydasi yo'q. Chunki siz qarorni qabul qilib bo'lgansiz. Faqatgina qarorni kechiktirib yuribsiz amalga oshishini. Siz bu yerda faqatgina yo'qotayotgan narsangiz sizning vaqtingiz bo'ladi.